alaykum. Tibbiyot Tibamed shirkatiga oid Kistal Hindi mahsuloti sotuvda mavjud. Ushbu mahsulotning foydali taraflari juda ham ko'p, ya'ni gormonal o'zgarishlarda. Undan tashqari ikkinchi toifali diabet, har xil turdagi onkologik kasalliklar, allergiya, ekzema, nafas olish yo'llaridagi muammolarda, astma, bronxit, sinusit, rinit kasalliklarida samarali yechimdir. Undan tashqari jigar va o't pufay kasalliklari, jigarni yog' bosishini oldini oladi. Gepatit kasalliklarida ham juda ham yaxshi mahsulot hisoblanadi. Pankreatit, qalqonsimon bez kasalliklari, jinsiy muammolar, undan tashqari erkaklar va ayollar bepushtligida samarali yechimdir. Oshqozon ichak yo'llari kasalliklari, limfa tizimi, qonni viruslardan tozalash uchun ushbu mahsulotni bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Yurak qon tomir kasalliklari, asab tizimi muammolarida, depressiya, stress holatlarida samarali yechimdir. Immunitetni ko'tarish uchun ham bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ushbu mahsulot original mahsulot bo'lib, faqatgina Tibamedda mavjud. Podelka mahsulotlariga aldanib qolmang.